Assalomu alaykum, aziz TTV kanalining muxlislari. Ustozim O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Turkmaniston xalq arasida Bobomurod Hamdamovning tug'ilgan kunlari. Ustozimga omad, tinchlik, sog'lik, Allohdan faqat yaxshi kunlarni tilayman. Ustozim vaqtimizga amon bo'lsinlar. Ko'p shogirdlarni hammasini yaxshi tarbiyaladilar. Iloyim 90, 100 Allohim qancha yaxshi umr bergan bo'lsa, yaxshi kunlar bergan bo'lsa, shu yaxshi kunlarda bizlar yonimizda bo'lsinlar. Xalqimiz omon bo'lsin, mamlakatimizga ko'z tegmasin. TTV kanaliga omad, butun O'zbekiston ahli TTV kanalini yaxshi ko'radi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ustozim omon bo'lsinlar. Tabriklayman bir marta shizonni. Bugun O'rta Osiyo bulbuli, O'zbekiston xalq artisti, Turkmaniston xalq artisti, Do'stlik ordeni sovrindori, zamonamizning tirik afsonasiga aylangan ustozimiz Bobomurod Hamdamovning tavallud topgan kunlari. Men shu fursatdan foydalanib ustozga uzoq umr, baxt, saodat, kelgusi ishlarida rivoj tilayman. 100 yoshlarni qarshi olishini tilakdoshiman va shu fursatdan foydalanib qolaversa, mana kecha ham ustozimiz Karimboy Rahmonovni ham 65 yoshda tavallud topgan kunlari bilan albatta chin qalbimdan tabriklayman. Qolaversa, men ustozga aslida nevara shogirdman. Shu ustozga yaqinlashishimda, u kishining yonlarida bo'lishimda, xizmatlarida bo'lishimda, san'atdan kerakli maslahatlarni olishimda beqiyos hissalarni qo'shgan va ustozgacha shu o'zlari ustozlik qilib yo'l ko'rsatgan, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Karimboy Rahmonov ustozimni ham mana shu ulug' yoshlar bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'lsinlar. Bizni baxtimizga, xalqimizni baxtiga, san'atsevar insonlarning baxtiga shunday ustozlarimiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, 100 yoshlarni qarshi olsin. Va shu narsani aytish joizki, shunday bir zabardast, o'z zamonasini o'rni bor, yaxshi hofiz, yaxshi ustozlarga Xudo shu nazarlarini solib, shularning xizmatida bo'lganimdan juda mamnunman. Ikkala ustozga ham sog'lik, salomatlik tilayman. Shularga oilaviy baxt, dasturxonlarda quti baraka, 100 yoshlarni qarshi olganlarda ham xalqimizga chiroyli qo'shiqlar, namunali ijodlarni davom ettirishlarida tilakdoshman va shu fursatdan foydalanib shu ustozlarimga boshim yerga tekkincha ta'zim qilaman.
Ustozga bo'lgan mehrigi. Xizmatdaman san'at otli daryoqda, mehrim firuz suvorada segoqda, kim bargida yurar kim esa shoxda, min shukr tetikman qaddi shamshodman, mensiz bilgan o'shal bobo murodman. Min shukr tetikman qaddi shamshodman, mensiz bilgan o'shal bobo murodman. Babam qurgan ko'hna o'rganch xiyvoni, G'azna qadar yetti shahri koshani, Xorazm bu qo'shiq lazgi degani, Soqili navoda qolgan faryodman, mensiz bilgan o'shal bobo murodman. Soqili navoda qolgan faryodman, mensiz bilgan o'shal bobo murodman. Özbek Türkmen Arap bülbülü şu ulu insandan açtım savatman, mensiz bilgen o'shal bobo murodman. Şu ulu ustozdan açtım savatman, mensiz bilgen o'shal bobo murodman. Atacan artık hoş dostum var idi, Allah'a tatrik tövbe tar yedi. Kuandık hem rozmet iftihar idi, şermetnin dilide her lafı yadmen. O'shal bobo murodman. Yangi boy shoirdir umrda bor had, kelgaymiz ketgaymiz navbatma navbat. Kimga foyda bergan uydurma g'iybat, qatorda yurganim bilan tinchhodman, mensiz bilgan o'shal bobo murodman. Qatorda yurganim bilan tinchhodman, mensiz bilgan o'shal bobo murodman. Xalqim sevgan ustoz bobo murodman.
mensiz bilgan o'shal babo murodman. Şadlık kasrını tüveyran yığlama. Şadlık kasrını tüveyran yığlama. Meftun yarını aylab hayran yığlama. Her nametke dilin açma, sır verme. Her nametke dilin açma, sır verme. Allah bizi birer derman yığlama. Allah bizi birer derman yığlama. İnsan ömrü bir lahzelik unutma. İnsan ömrü bir lahzelik unutma. Kıvanç ile sürgün devran yığlama. Kıvanç ile sürgün devran yığlama. Sabır yetim minnet kıl. Muhavlidir sabır yetim minnet kıl. Baktın keşfit urup cevlan yığlama. Baktın keşfit urup cevlan yığlama. Allah özü birer derman yığlama. Ustoz ko'rgan shogird va ustoz ko'rmagan shogird degan atamalar borda. Bu to'g'rida to'xtaladigan bo'lsak, bu ham bir ertalabgacha gaplashadigan mavzu bo'lib qolishi mumkin. Ustozlardan olgan ta'lim va tarbiya tufayli bugun shunday yuksaklik, san'atdagi yuksaklik darajangizga erishgan insonlardansiz. Karimboy aka, siz bilan mana shogirdlar bilan, ustozlar bilan suhbatlashamiz desak, Bobomurod Hamdamov mavzusida gaplashadigan bo'lsak, yillar mobaynida gaplashsak ham mavzudan tashqaridan hech qanaqangi bir yordam olmasdan ustozni umr hayotini gaplashishimiz mumkin. Lekin vaqt oliy hakam deydi. Ko'rsatuv so'ngida o'zingizni fikrlaringiz bo'lsa va ko'rsatuv so'ngida muxlislarga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, ustozga tilanadigan tilaklar bo'lsa, sizdan tinglaymiz endi. Marhamat. Haqiqatdan bugungi aytilgan har birimizni gaplarimiz bir dengizdan bir tomchi. Ustoz to'g'risi, ustoz bir dengiz, okean.
gaplasak gap ko'p haqiqatdan. Men avvalambor ustozimga sog'lik tilayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Shu ustozimning muxlislari, ustozimga juda sadoqatli muxlislar bor. Jonini berib beradigan shunday muxlislar bor. Ustozimning muxlislari meni muxlislarim. Shogirdlarning muxlislari, mana shu yigitlarning muxlislari. Ustozni yaxshi ko'rgan insonlar bizni ham yaxshi ko'radi, hammamizni. Shuning uchun biz baxtlimiz. Xudoyim yurtimiz tinch bo'lsin, muxlislarimiz sog' bo'lsinlar. Muxlislarimiz hamisha duo qiladi. Muxlislarimiz qo'ymasdan, Karimboy, ustozingiz qanday? Birinchi so'radi. Meni holimdan, ahvolimdan so'ramaydi. Ustozingiz qalay dedi. Jonlari sog' bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Ustozimiz bilan sizlarni Xudoyim ko'p yaxshi kunlaringizda xizmat qiling. Yurtimiz osoyishta bo'lsin. Qolaversa mana shu TTV televideniya xodimlari sizlarga ham katta rahmat. Shu ustozni hurmat qilib, bizni hurmat qilib, mana shu hamisha bizni shu studiyangizda chorlaysizlar. Katta rahmat. Mana shu davrangiz yana kengayib, butun O'rta Osiyo ko'radigan darajaga yetib, butun dunyo ko'radigan darajaga yetinglar. Sog' salomat bo'linglar. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hamisha biz san'atkorlar sizlarni xizmatlaringizda bo'lmoq nasib ro'zi qilsin. Rahmat ustoz. Sog' salomat bo'lasiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Ko'rsatuv yakuniga biz har doim mana shu jonli efirda jonli ijro ko'rsatuvlarni efirga olgan paytimizda yakunni lazgi bilan yakunlardik. Bugun qanday yakun yasaymiz ko'rsatuvga? Biza endi shogirdlar bilan ustozga bir sovg'a sifatida o'rishchasini aytgan vaqtida bir syurpriz deydi-ku. Shunday qilib bir ustozni qo'shiqlarini popuri qilib qo'shiqning orasida Hazratamiz degani bor, tong otincha lazgi o'ynab Hazratamiz deganlari bor. Xudo xolasa shuni mana muxlislarimizga taqdim qilamiz.